Kompyuterda ish qilib o'tirsam, qarasam soat 10 bo'lib ketibdi. Meni qorbobo bo'lishga chaqirgan edi. Tezda qorbobo kiyimini kiyib chiqishim kerak dedim-da, shart-shikabni oldiga borib qorbobo kiyimini oldim. Qarasam qorbobo kiyim chiroyli turibdi. Sizlarda ham shunaqa kiyim bormi? Bo'lsa kommentda yozib qoldiringlar. Keyin 1 2 3 dedim-da, shartta qorbobo kiyimini kiyib oldim. Qorboboning hassasini qaranglar chiroyliligini. Qorbobo hassasini svetini yoqib olamizda, endi biz qorbobo bo'ldik, tayyormiz. Bolalarni xursand qilgani shashilib, pishilib ketyapman. Bolalar meni kutyaptimi-ki desam, qorbobo deb chaqirib turgan ekan. Men ham shunga kirdim, hammasiga qorbobocha gapirishni boshladim. Assalomu alaykum bolajonlar deb ular ham rosa xursand. Keyin she'r bilasizlarmi desam, hammasi men bilaman deydi. Keyin shart bitta bola turdi, shart she'rni aytishni boshladi. Qorbobomiz oppo deb. Faqat she'r bilaman desam, bular raqsga tushishdi ham o'sha ekan. Keyin mazza qilib xonaning ichida raqsga tushishdi. Shuna mazza qilib o'ynashdi, men o'zim ham o'ynagim kelib ketdi. Keyin bular raqs tugagandan keyin hammasiga nimadir beraylik deb qarasam, chiroyli qilib sinf rahbari diplomlarni tayyorlab qo'ygan ekan. Keyin u diplomlarni hammasiga bitta berib chiqaman dedim-da, hammasini ismini sinf rahbari o'qib bersin dedim. Lekin desam birpasda sinf rahbari shunday oldida hammasini ismini o'qib berishni boshladi. Keyin hammasi bir chekkadan chiqishni boshladi. Bolalar xursand qarsaklar bilan chiqib, hali diplomlarni olyapti. Ular diplomga ursam desam, yo'q, men bilan rasmga tushgisi kelibdi. Hammasi diplomni olmay men bilan rasmga tushyapti. Keyin bir chekkadan hammasiga diplomlarni berishni boshladim. Yaxshi ham sinfda 40 ta bola bor ekan. Agar 45 ta bo'lsa nima bo'lardi? Rosa ko'pchilik bolalarga hammasiga diplomlarni berib chiqdik. Bolalar juda xursand bo'ldi. Qaranglar, chiroyli bolalar. Sizlar ham shunaqa diplomlar berganmisizlar? Kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyin hammasiga berib bo'lgandan keyin, "Kelinglar bolalar, birga rasmga tushamiz" dedim. Bolalar shunaqa ko'p ekan, xursand bo'lishdi. Keyin hammasiga yangi yilni yaxshi o'tkazib olinglar deb chiroyli tilaklar tilab, hammasi bilan xayrlashdim. Sizlar ham qorbobo bo'lganmisizlar?